Maktab 11 yil va so'nggi qo'ng'iroq. Bu davr naqadar tez o'tdi, to'g'rimi? Mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan, bu yil maktabni bitirayotgan ukalarim, singillarim, aziz ustozlar, qadrli ota-onalar, so'nggi qo'ng'iroq barchangizga muborak. Ushbu kun ko'nglingizdagidek, siz istaganday xotira va qalblaringizda qolguday chiroyli o'tsin. Meni bir iltimosim bor ota-onalardangina. Bu davr siz ham ko'z ochib yumguningizcha tez o'tdi ehtimol aksincha. Ammo bilaman, bu kunda farzandingiz quvonchiga quvonch, bayram shukuhiga shukuh qo'shmoq istaysiz. Bolangizni qo'llariga gullar tutqazing, ustozlariga bersin. Uning qo'llariga mayli biroz pul tutqazing. Sinfdoshlari bilan sayrlar aylasin bugun. Ammo zinhor uning qo'llariga mashinangiz kalitini tutqazmang. Bu kunning quvonchlari, hayajonlari ta'sirida har yili maktab bitiruvchilar ishtirokida ro'y beradigan avtohalokatlarning navbatdagisiga sababchi bo'lmang. Bu kunda bolangizni mashina ro'liga o'tkazmasligingiz ehtimol uning ko'z yoshlariga, ranjishlariga sababchi bo'ladi, lekin unutmang. Sizning bu qaroringiz farzandingizning va u kabi boshqa insonlarning shirindan shirin, bebaho hayotlarini asrab qolayotgan bo'lishi mumkin. O'zimiz ehtiyot qilaylik. Aziz maktab bitiruvchilari, ukalarim, singillarim, mustaqil hayotda sizlarga yorug' yo'l, maqsad va orzularingiz ro'yobini tilab qolaman. Sizlar vatanga keraksizlar. O'zingizni ehtiyot qiling. Bayramingiz chiroyli o'tsin. So'nggi qo'ng'iroq muborak bo'lsin.